T115 navi haqida ma'lumot. T115 navi ko'sak qurtim, issiq, sho'r va suvsizlikka chidamli bo'lgan hosildorligi yuqori nav. O'sish davri o'rtacha 120 kun. O'simlik bo'yi 90-100 cm ni tashkil etadi. Paxta poyasining shakli ixchamligining hisobiga barglar orasida havo yaxshi aylanadi. Barglari quyuq yashil, o'rtacha kattalikda. Shu sababli nav hududlar iqlimiga mos keladi va turli iqlim sharoitlarida barqaror o'sa olish xususiyatiga ega. Bir dona ko'sakning o'rtacha og'irligi 5,5 grammni tashkil etadi. Ochilgan har bir paxtada o'rtacha 10 ta urug' bor. Urug'larning umumiy og'irligi taxminan 11 grammni tashkil etadi. O'simlik ixcham, hosilli shoxlari birinchi va ikkinchi tartibda shakllanadi. Navning asosiy afzalliklari: issiq va qurg'oqchilikka bardoshli, ko'sak qurti va boshqa zarar kunandalarga chidamli. Paxta bir vaqtda bir maromda ochiladi va bu terimda qulaylik yaratadi. Mashina terimi uchun juda mos. Sho'rlangan tuproq, yuqori harorat va qurg'oqchilikka nisbatan bardoshli. Bir dona ko'sakning o'rtacha og'irligi 5,5 grammni tashkil etadi. Ko'saklar yirik va qobig'i yupqa bo'lganligi sababli paxta bir maromda ochiladi. Hong Tai Seed innovatsiya ildizdan boshlanadi. Mahsulot haqida batafsil ma'lumot olishni istaysizmi? Unday bo'lsa, kompaniya menejerlari bilan navbatdagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin.